Farg'ona viloyatining Yo'ldosh shaharchasi aholisi qariyb 30 yildan buyon ichimlik suvi muammosidan aziyat chekib kelmoqda. Yillar davomida ular ariqlardan va uzoq masofalardan suv tashib, ro'zg'or ehtiyojlarini qondirishga majbur bo'lishgan. Bugun esa ushbu mahalla uchun quvonchli yangilik. Bu hududga islohotlar nafasi kirib kelmoqda va uzoq yillik muammo o'z yechimini topmoqda. Xudoyim, yana suv to'xtab qoldi. Endi qayerdan olarkim mana? Hatto bu hudud ko'rib turganingizdek mana beton ariqlar, mana shu ariqlardan ichimlik suvi o'rniga iste'mol qilib kelishgan. Agar uyimizda bir necha soat suv bo'lmay qolsa noqulay holatga tushamiz, lekin Navruz mahallasida istiqomat qiluvchi 1300 nafardan ortiq aholi esa bugungi vaqtda 30 yildan ortiq davomida suvsizlikdan aziyat chekmoqda. Siz ko'rib turgan mana shu suv tarmog'i bir kunda bir necha soat davomida ishlaydi, ya'ni ulgurib qolgan aholi bu yerdan suv oladi, ulgurmagan aholi esa boshqa bir joylardan yoki ariqlarda oqayotgan suvlarni olib ichishga majbur bo'ladi. Yo'ldosh shaharchasida yashovchi Ro'zixon Yusupova har kuni xonadonidan 3,5 kilometr uzoqlikda joylashgan suv quvuriga kelib, belgilangan vaqtda beriladigan ichimlik suvini oladi. Ayni paytda shaharchadagi 1000 dan ortiq xonadon aholisi uzoq yillardan buyon shu manbadan foydalanib kelmoqda. Bitta ariqdan suv ichardi 30 yil mobaynida. Sig'dimi, yozdimi, qorlarda ham, suvlarda ham suv toshib ichdi. Ariqda suvni tindirib ichardi. Navruz mahalla fuqarolar yig'inida Yo'ldosh shaharchasi mahalla markazidan 8 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, ushbu hudud anklav hudud, mahalla markazidan uzilgan hudud hisoblanadi. Fuqarolarimiz uzoq yillar suvga qiynalib, suvsizlik, fuqarolarimiz 3 kilometr, 4 kilometr joydan suv toshib ichishgan shu paytgacha. Davlat dasturi asosida muammoga yechim topildi. Loyihani amalga oshirish uchun 4,5 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lib, Yo'ldosh shaharchasidagi 1000 dan ortiq xonadonga markazlashgan toza ichimlik suvi tarmog'i olib kirish ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Mana turba yotkazishlar bo'lyapti. Biz shohlar yetib kelganda shunda suv yetib keldi. Arqalar, oldilar. O'shancha prezidentimiz olgan degan sar biz ham olgan yuraylik deb. Bir yil hozirgi kunga kelib prezidentimizning tashabbuslari bilan 298-sonli qarorlari chiqdi. Shu qaror asosida bizning mahallamiz ham Yangi O'zbekiston qiyofasi davlat dasturiga tushirildi. Bugungi kunga kelib bu hudud hozir mana o'zingiz guvohlik qilyapsiz, 12 kilometr ichimlik suvi tarmog'i tortilyapti va tez orada 700 dan oshiq xonadonga ichimlik suvi ta'minoti kirib keladi. Mustaqilligimizni 35 yilligiga aholimizga sovg'a qilib, aynan ichimlik suvi ta'minotini har bir xonadonga sovg'a sifatida olib kirib beramiz. Bugungi vaqtda viloyatning shahar va tumanlarda aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlashga qaratilgan bunday loyihalar izchil amalga oshirilmoqda. Bahodir Mas'udov, Abdurahmon Rashidov, Ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan maxsus.